Bugun 10-dekabr Namangan Yangiqo'rg'ondamiz. 2025-yil. Polvonlar yetib kelyapti, sekin. Aka bo'ldi, bir oyoq qo'ymasmi? Oyoq qo'ymasmi bo'ldimi? Islom tezlashdi deyishadi. Olimjon aka, Hamidov Olimjon aka. Chopmang, taka joyida qoldi. Tashlang takani. Omadlarini bersin polvonlarimiz. Muhammadjon polvon, To'raqo'rg'on Oqtoshli polvoni, Zafarjon yakka bo'rini shogirdlari. Omadlarini bersin Muhammadjon polvon. Navoiy marramizga yaqinlik 200 ming so'mga tashladi polvon. LST bilan Abrorjon do'stimizning LST nomloti bilan omadlarini bersin polvonlarimiz. Ravshan Abrorjon do'stimizning LST nomloti bilan tashladi polvon. Navoiy marramizga qullab bo'lsin, omadlarini bersin. Kimdan? Begavot Komiljon do'stimizdan Solim keldi, omadlarini bersin. Birodar akamizdan bitta sarka keldi, yozib qo'yinglar. Solim olib kelganlardan hammasini yozinglar. Xo'p, sovrin mashina kelgangadir to'yboshlarimizni tanishtirib turaveramiz, ha? Juda qavo. Mayli. Yosh katta odam. Bo'lmaydi. Xo'p. Oldin ortiq hal qilib oling aka. Aka sizga tegmadi, sizga. Itoat qiling. Bojar akamiz bizni o'ng tomonimizda marraga bayroqchi Duonbegimiz. Xo'p, Olimjon akamiz Yashka polvon chaqirib, yashka polvon. Xo'p, Duonbeglarimizdan iltimos qilamiz. Faqat halollik. Noqonuniy ishlarga o'rin yo'q. Shart emas bu, tanlovmi? Saraku qo'yning sanchilaydi. Xo'p, mana yuqori marramizga mana. Barcha uzoq yaqindan tashrif buyurgan aziz muhtaram vatandoshlar. Mana bugun biz Namangan viloyati Yangiqo'rg'on tumani Begavot qishlog'ida yashovchi Atabayevlar xonadoni Usoqjon otamizning farzandlari Ergashev Jahongir ukamiz bugun quvonchli kun, chunki bularning farzandlari
Ergashvoy. Xo'p, Jasurbek ukamizning nikoh to'ylari hamda Ergashali farzandimiz toybola sunnat to'ylari munosabati bilan barchamizni mana Begavot Uloq Ko'pkari maydoniga jam turibdi. Jahongir ukamizni ham ishlariga Alloh baraka bersin. Otaxonning umrlari uzoq bo'lsin. Xonadonlarda hamisha xursandchilik kunlar bo'lsin. Xursandchilik kunlariga qatorimizdan xato bo'lmay sherik bo'laylik. Qilayotgan ehsonlarni Alloh dargohida qabul qilsin. Nimaiki yaxshi niyat bilan ehson qila turgan bo'lsa, ehsonlarni Alloh dargohida qabul qilsin. Oqibatlarimizni Alloh xayrli qilsin. Muxlislardan alohida iltimos qilamiz. Sizlardan iltimos. Maydonga qarab yugurib chiqavermaylik. Uloq ko'pkarilarimizni to'xtab qolishiga sababchi bo'lmaylik. Polvonlar sizlarga tegishli. Kimdir tizginni ushlab olib, takani ber. Mana shu marrani olib borib tashlaysiz, zo'ravonlik yo'q. O'zingizni odamingizmi, bemalol takangizni olib chapavering. Begona polvonga zo'ravonlik qilish yo'q. Qonun ustuvor davlatda yashayapmizmi? Barchamiz qonunga bo'ysunishga majburmiz. Qonun bor, mana shunaqangi uloq ko'pkarilar mana yurtimizda chopilyapti. Prezidentimiz Shavkat Miromonovich tashabbuslari bilan uloq ko'pkarilarimiz sport o'yinlariga kiritilgan. Barchamiz mana shu sport milliy o'yinlarimizga qatnashib chopyapmiz. Xursand bo'laylik. Polvonlarimizga barchalariga omad tilaylik. Otvozlarimizga omad tilaylik. Uzoq yaqindan kelgan mehmonlarimiz, muxlislarimizga barchalariga xush kelibsiz deymiz. Hozir qorakalarimiz duo qilib berishadi. Qorakalarimiz duo qilishganligiga qadar sovrin boshini ham kirib ketsa kerak. To'y boshlarimizni ozgina to'yxonada marosimlari bor ekan, o'tkazib boshqa qilib ozgina kech qoldi. Uning uchun polvonlardan, xalqdan uzr so'raymiz. Mana bu yerda ichki ishlar xodimlari, federatsiya xodimlari bizni tinchligimizni saqlab xizmat qilishyapti. Ichki ishlar xodimlariga ham katta rahmat, salomat bo'lsinlar. Ularga ham xonadonlarida hamisha xursandchilik kunlar bo'lsin. O'yin qilasizlar. Bir-birlaringizga bir qamchi solib, biz zarda qilib, shunaqangi ishlar bo'lmasin. Bu tomoshamizni juda ham chiroyli o'tishini sizlardan so'rayman. Bir-biringizni hurmatingizni albatta saqlang. Polvon oshini unutib qo'ymang. İşlerimizni barakotli qilgin. Mana shu bergan tomoshamizni tinch totuvlik bilan, xursandchilik bilan o'tkazib olishimizni ziynasi ro'zaligin. Yigitlarimizga omad bergin. Poko Parvardigoro, kimki yaxshi niyat bilan mana shu yerga qadam ranjida qildi, qadamlariga ming hasanatlar bo'lsin. Qadamlaringizga hasanat, umrlaringizga barakat ato qilsin. Allohu akbar. Hoji bu umringiz uzoq bo'lsin, dunyo turguncha turing. To'y boshlarimiz takani tashlab beradi. Jahongir takani tashlab beradi. Birinchi marra solimlarni ataymiz, ha? Hayda. Yuqori marraga, o'ng tomonga. Nozimjon, mana shu o'ng tomonga haydaveringlar. O'ng tomonga haydang, o'ng tomonga haydavering. To'g'ri ketdi. Sovrinlarni kim bizga atchetini berib yuboradi. Betga to'plab olganimiz bilan foydasi yo'q. Davay tezlashtirib beringlar, nima borligini. Jahongir yuqori marraga borib tashlang. Qani bayroqchilarimiz, bayroqni ko'tarib turing, taga borib tushgandan keyin bizga ishora bering. Allah pastki marramizga bir gilamga chopasiz. Yuqori marramiz bir sarkaga chopaverasiz. Bayram bugün
Ergashib Jahongir ukamiz to'yboshi birinchi takani tashlab bergan ukamiz. Polvon pastga chopasiz. Qani polvon mahkam bo'ling. Qani dengiz tulpori maydon egalari. Lochin polvon mahkam bo'lasiz. Qani 5 qashqa bilan mahkam bo'ling. Kozimboy akamizning 5 qashqa nomli oti bilan birinchi marramiz pastiga bir gilamga Lochin polvon, dengiz tulporlari maydon egalari, Abdurashid Hojibomizning nabiralari Lochin polvon. Omadlarini bersin polvonlarimiz. Kozimboy akamizni 5 qashqa nomli oti bilan bir gilam solimga tashladi polvon. Polvon qani mahkam bo'ling. Qani aka-ukalar, qani mahkam bo'ling Nodir polvon. Dengiz bilan yuqori marramizga taga ko'tarildi. Bir sarga solimga chopilyapti. Qani polvon mahkam bo'ling. Omadlarini bersin polvonlarimiz pastki marramizga. Yuqori marramizga Nodir polvon, Qorsham, Qaysham, Abdurashid Hojibomizning nabiralari Almardon polvonning o'g'illariga nasib qilyapti. Omadlarini bersin. Borisham, Qaysham omadlarini bersin. Dengiz tulporlari maydon egalari Abdurashid Hojibomizning dengiz nomli oti bilan yuqori marramizga bir sarkaga tashlagan polvonimiz Nodir polvon. Farg'ona Oqpuloldi polvoni Akram polvon. Harakat qiling polvon, oxiriga qadar mahkam bo'lasiz. Qani chopamiz polvon. İkinci marra solimlari. Qani Mo'g'oldi polvonlari, Cho'lpon polvon mahkam bo'ling. Qani polvon, oxiriga qadar mahkam bo'lasiz. Qani oxiriga qadar mahkam bo'ling. Adashmasam Gagarin bilan Cho'lpon polvon. Qani Onosh polvon mahkam bo'ling. Oqshagamizni farzandlari Cholponbey polvon omadlarini bersin. Bir plet solim berasiz. Omadlarini bersin polvonlarimiz. Bir plet solimga Murodjonni Gagarin nomli oti bilan. Qani Onosh polvon, oxiriga qadar mahkam bo'ling. Yurtimizning chempion polvonlari omadlarini bersin polvonlarimiz. O'zini dadalari Qo'qon Yaypan Murodjon akamizning Go'rkulis nomli oti bilan bir gilamga tashlagan polvonimiz Anosh polvon. O'g'illari Zoirbey polvon. Harakat qiling polvon. Qani mahkam bo'ling polvon, mahkam bo'lasiz. Qani Zoirbey polvon, oxiriga qadar mahkam bo'ling. Qani polvon, oxiriga qadar mahkam bo'lasiz. Harakat qiling polvon. Medvedev Farim Namangan Nosirjon hojining dadalari Nozimjon hoji akamizning 77 nomli oti bilan Yirtqich 77 nomli oti bilan omadlarini bersin. Pastki marramizga bir pletga Zoirbey polvon omadlarini bersin. Nosirjon hojining dadalari Nozimjon hoji akamizning otlari bilan. Qani polvon mahkam bo'ling. Qani oxiriga qadar mahkam bo'lasiz.
Qani ayiq bilan mahkam bo'ling. Qani oxiriga dor mahkam bo'lasiz, polvon mahkam bo'ling. Bilganlarimdan zarbaning eng zo'ri kelar. Yaxshiligi dard borligi. Yuqori marramiz polvoni Odiy Ko'pkari Qurroli Karim polvon. Namangan N1 Lava Center Bobur Shoh ukamizning dadalari Ahmad Doda Tabari yirtqich ayiq nomloti bilan Karim polvon yuqori marramizga 1 gilamga tashlagan polvonimiz yirtqich ayiq bilan Karim polvon tashladi. Polvonlar navbatdagi marramiz chopilyapti. 1 plet pastki marraga chopasiz, 1 gilam yuqori marraga chopasiz. Qani polvon mahkam bo'ling polvon oxiriga dor mahkam bo'lasiz. Qani oxiriga dor mahkam bo'lasiz. Botir akam o'g'limi? Ozbek polvon, To'raqo'rg'on Saroy Narzilla polvon o'g'illari. Ozbek polvon Kozimbek akamizning Mers nomloti bilan tashladi. Polvon bugun yangi formada chopyapti. Marralari qo'llab bo'lsin. Saroyda chempion polvonlari Ozbek polvon marralari qo'llab bo'lsin. Kozimbek akamizni Mers nomloti bilan tashladi. Pastki marramizga 1 plet solib berasiz. Toshkent Nomdanak Mirqosim polvon omadlarini bersin. Chus Davlatjon Qassobning Gurgirang nomloti bilan Mirqosim polvon omadlarini bersin. Toshkent Nomdanak otvozlarimizga marralar qo'llab olsin. Mirqosim polvonni bilaklariga Alloh kuch-quvvat bersin. Qani Lochin polvon mahkam bo'ling. Qani polvon oxiriga mahkam bo'lasiz. Muhiddinjon qor akamizning farzandlari mikrofon yoniga keling. Polvon deylar qo'laylik. Omadlarini bersin. Begavot Hocal akamizni 5 yildiz nomloti bilan Lochin polvon omadlarini bersin polvonlarimiz. Sizlar guvoh. Qalila Hamid Normirzo ukamiz mana 12 yildirki farzandli bo'lgani yo'q ekan. Allohdan so'raymiz. Ko'pni duosi yel deydi. Xudo xolasa ukamizga o'g'ilmi, qizmi, shirindan shakar farzandlarni bersin. Normirzo ukamizni xursandchilik kunlariga barchamiz sherik bo'laylik. Yigit bo'lsa polvonni, qiz bo'lsa qoriya qizlarni bersin. Amin. Allohu akbar. Qo'y. Olib qo'y, mikrofon yoniga keling. Qani Mo'g'oldi polvonlari, qani Zoirbek polvon, qani yuqori marramizga chopilyapti. Qani polvon mahkam bo'ling. Qani oxiriga dor mahkam bo'ling. 1 plet solib olasiz. Qani polvon mahkam bo'ling. Navbatdagi marramiz, pastki marramiz, yuqori marramiz gilamga choporamiz. Qani polvonlar harakat qilamiz. Qani orti polvon mahkam bo'ling. Qani orti polvon oxiriga mahkam bo'lasiz. Omadlarini bersin polvonlarimiz. Baxtiyorjon akamizning farzandlari Rustam Bekning
Mo'g'ul Baxtiyorjon akamizni Xon nomloti bilan tashladi. Zoirbek polvon, yuqori marramizga bir plet solim berasiz. Baralari qulluq bo'lsin, omadlarini bersin polvonlarimiz. Guliston Marhum Zokirjon hoji akamizning farzandlari Ortiq polvon omadlarini bersin. Namangan Chus tadbirkor ukalarimiz Nozimjon mashina burishning Samuray nomloti bilan bir gilam solim berasiz. Mikrofonga qarab yuravering. Takani ko'targan polvon mikrofonga yuring. Qani Islom polvon Andijon. Qani polvon oxirigadir. Bo'ldi, chopmang. Takani tashlavering. Islom polvon hozir e'lon qilamiz. Muqaddamjon qorakamizni farzandlari Alloh rahmatiga olgan bo'lsin. Qorakamizni yangi takani tashlab beradi. Barrani solimlarini e'lon qilamiz. Normirza aka qaraysiz siz. Tarmashmay tursalaring ham bo'ladi yigitlar. Andijon Islom polvon, Andijon Xo'jobod. Omadlarini bersin polvonlarimiz. Islom polvon taka borib tushgandan keyin bir plet pastga chopasiz, bir gilam yuqoriga chopasiz. Meniki mas'u, men aytib Muzaffarjon hoji akamiz Chek Shifar. Muzaffarjon hoji akamizda meniki mas'u. Chorriyoko'li nomloti bilan Andijonda chempion polvoni Islom polvon barralari qo'llab bo'lsin. Mikrofon yaqiniga keling. Bo'ldi, qo'shilamiz. Qani Arazbek polvon mahkam bo'lay. Qani Arazbek polvon halollaysiz. Qani Muqaddamjon qorakamizning farzandlari Muhammad Muslim Tolibjon do'stimizning 002 nomloti bilan yangi takani tashlab bergan polvonimiz omadlarini bersin polvonlarimiz. Omadlarini bersin polvonlarimiz. Muqaddamjon qoraklari umrlari uzoq bo'lsin. Qorakamiz o'g'liga bir gilam solim beringlar yigitlar. Anosbek polvon, Namangan Lola, Ahrorjon Dubayning Nefret nomloti bilan Anosbek polvon omadlarini bersin. Ahrorjon Dubayning Nefret nomloti bilan Abdujalil hojibomizning farzandlari, nabiralari, marralari qulluq bo'lsin. Muhammad polvon, Anas polvonlar Ahrorjon Dubayning Nefret nomloti bilan tashladi. Pastki marramizga bir plet solim berasiz. Marralar qulluq bo'lsin. Navbatdagi marramiz Miguel polvondan chiqqan otimiz. Marralari qulluq bo'lsin. Solimni bering, otdaylarni. Avozbek polvon yuqori marramizga tashlagan polvonimiz. Bir plet pastki marraga chopasiz, bir gilam yuqoriga choping. Avozbek polvon Kosonsoyda polvoni. Abdumalla hoji otamizning dizel nomloti bilan Kosonsoyda polvonlari Avozbek polvon. Marralari qulluq bo'lsin. Abdumalla hoji akamizga ham Xudo xolasa Avozbek polvonni muxlislar omadlarini bersin. Abulchol nabiralari omadlarini bersin. Qosimbek akamizning o'g'illari Avozbek polvon. Marralari qulluq bo'lsin. Qani polvon mahkam bo'ling, qani oxiriga mahkam bo'lasiz. Marradan adashmay polvon marraga borasiz.
Qani oxiriga mahkam bo'ling, bayroqlar intir oling. Bo'ldi, almashtirishimizni beramiz. Maydon egalari Diyorbek polvon pastki marramizga tashlagan polvonimiz Mirsher akamizning farzandlari Diyorbek polvon marralari qo'llamasa barcha maydonlarda polvonimizning nomlari jaranglab yoyrayapti. Polvonlar yurtini farzandi Mirsher akamizning farzandlari Javlon polvonni shogirdlari omadlarini bersin polvonimiz. Marralari qulli bo'lsin. Ne'matjon do'stimizning ko'k bo'ri nomloti bilan omadlarini bersin Diyorbek polvon. Maydon egalari Javlon polvonni shogirdlari marralari qulli bo'lsin, omadlarini bersin polvonlarimiz. Ikamizni bir duo qilaylik. Jannat inson Qaniyloq amin. Ilohim ko'pga bergan, elga bergan Shohidbek ukamizga Alloh o'g'il farzandlarni bersin. Ko'pni duosini olyapti ukamiz. Xudo xolasa xonadonlarda xursandchilik kunlar bo'lsin. Xursandchilik kunlariga barchamiz sherik bo'laylik. Amin. Allohu akbar. Bermaylik, bir ikki marta chopsin, Xudo xolasa tashlab beramiz. Albatta. Bo'ldi. Polvon, Karim polvon mikrofonga yuravering, Karim polvon. Mikrofonga qarab yuravering. Mikrofonga. Yangi bars bilan Karim polvon mikrofonga qarab yuraverasiz. Qani takani tezlashtirib beringlar. Qaysi takani chopamiz? Shu takani beraylikmi? Bering takan. Qaysi takani? Polvon hozirlar qilamiz. Bu yigit mana shu takani tashlab beradigan yigit niyat qilgan ekan. Ko'pni duosini olaman deb taka so'yib chiqqan ekan ukamiz. Nevara kuyov bilan. Karim polvon bir lavaz center. Boburshoh Ahmad Doda yangi bars nomloti bilan Ahmad Doda Taboning yangi bars nomloti bilan yuqori marramizga bir gilam solim berasiz. Omadlarni bersin Karim polvon. Bir gilamga yuqori marraga chaporing polvonlar, bir gilam pastga chopasiz. Jon otamizning nabira kuyovlari Dilmurodjon ukamiz omadlarini bersin, yangi takani tashlab berdi. Toshkent Sag'bon Sherzodboy akamiz zotlari bilan. Xo'p, qani kelinglar ukamizni bir duo qilaylik. Dilmurodjon ukamizni Qaniyloq amin. Ilohim Dilmurodjon ukamizga ham o'g'il farzandlarni bersin. Ukamizni xonadonda xursandchilik kunlar bo'lsin. Xursandchilik kunlariga barchamiz sherik bo'laylik. Amin. Allohu akbar. Dilmurodjon ukamizni xonadonlarda xursandchilik kunlar bo'lsin. Toshkent Sherzodboy akamizning Toshkent Sag'bon nomloti bilan tashladi. Marralari qo'lli bo'lsin. Qani Sunoviy bilan mahkam bo'ling Nodir polvon. Yuqori marramizga ham bir sarkaga harakatingiz. Yuqori marramiz polvoni Yangi Qo'rg'on Zarkent Bahromjon hoji akamizning Akula nomloti bilan Sarroyda Erkatoy polvoni omadlarni bersin polvonlarimiz. Azbek polvon, Narzullo polvonni farzandlari Azbek polvon, Sarroyda Erkatoyi, Yangi Qo'rg'on Zarkent Bahromjon hoji akamizning
Hakkala avlodi bilan tashlari barralari qo'llamasa. Bir gilam sog'lik berasiz. Murodjon ukamiz takani ko'tarib berdi. Omadlarni bersin. Lochin polvon Sinnavi bilan bir gilam solimga tashladi. Abdurashid Hojibovimizning Sinnavi nomloti bilan Lochin polvon avtomobilga tashlagan otimiz, avtomobilga tashlagan polvonimiz. Omadlarni bersin polvonlarimiz. Orkaga yürüyün öyküler. O şatakla orkaya yürüyün. Maşa gətdi ulanı, maşa gətdi, maşa gətdi. Maşa gətdi ulanı. Maşa gətdi ulanı. Koymay, gene de gel, hey. Gene de gel. Bana gel, oyama gel. Açığa 45'inde. Gene de gel. Yukarı marramızda polvonu Anoş polvon. Hürmetlerini versin polvonlarımız. Farg'ona Quvasa Ilhomjonning Turroni 70 nomloti bilan Turroni 77 nomloti bilan bir sarkaga tashlagan polvonimiz Anosh polvon Farg'ona Quvasa Ilhomjon do'stimizning Turron 77 nomloti bilan bir sarka solib berasiz Anosh polvonga. Yuqori marramiz birrama tut Zafarjon polvoni yakka bo'ri. Mingbuloq Raygaz Mavlonbekning lider nomloti bilan omadlarni bersin Zafarjon polvon. Yuqori pastki marramizga hisoblasak ham bo'laveradi. Omadlarni bersin. Takani biz o'zimiz so'rab oldik. Yakka bo'ri polvon Mavlonbekning lider nomloti bilan bir gilam solib bering. Sarga bering. Oldu. Kim biner bu? Tamam. Polvon. Vayla. Mana dedamni Mustafo'lar qanot bo'lgan. Hop hop. Otmindim. Degan el yurt orqaroq turuyna. Shu ularni bir ozgina chiroyli maza qilib tomosha qiling yigitlarim. Bir hammamiz mesela bir-birimizga mehrli bo'lib, bir-birimizga birgavanda brigada bo'lsa, chiq desa yomon bo'lmaydi ukalar. Bir-birimizga ittifoq bo'laylik. Xo'p. So'g'il oshxona Ibrohimjon akamizdan ham solimlar kelgan, ha? Bir sarka 50 kishilik dasturxon ham bo'ldi. Varchu. Bir kilo qani marramizga harakat qilaverasiz polvonlar. Yuqori marramizga harakat qiling. Tavadan 5 kilo tava. Harakatni qilaverasiz. Qilamiz. Yuqori marramizgacha borasiz. Asadulla aka Najmidinovning lider nomloti bilan Diyorbek polvon omadlarini bersin. Hojibovimizning nabiralari Asadulla aka Najmidinov toti bilan. Xudo xolasa Asadulla akamiz ham yaxshi niyatlar bilan elga yurtga xudo xolasa tumanda hosil bayramini qilib berish niyatlari. Pastki marramiz maydon egalari Nozimjon polvon marralari qo'llab oson omadlarini bersin. Qani husnida polvon mahkam bo'ling.
Olimjon Hoji bobomizning Artur nomli oti bilan Nozimjon polvon omadlarini bersin polvonlarimiz. Bir gilam solim berasiz. Nozimjon polvon marralari qo'llab bo'lsin, omadlarini bersin. Şimdi oxirini e'lon qilaylik unda. Bo'ldi. Oxirgi marramizga nima solim qo'yaylik, oxirini ataylik. Bir gilamga choptiring polvonlar oxir. Oxir bir gilamga chopasiz oxir. Zoirbek polvon yuqori marramizga tashlagan polvonimiz. Namangan Chus marhum Shukurjon akamizning chus pichoq nomli oti bilan 1 gilam 5 kilo qimmat dodadan tava. Omadlarini bersin Zoirbek polvon. Namangan Chus marhum Shukurjon akamizning farzandlari omadlarini bersin. Shukurjon akamiz Alloh rahmatiga olgan bo'lsin. Farzandlarining martabalari ziyoda bo'lsin. Qani oxirini qaytishiga nima bo'ldi aytinglar tashkilotchilar, oxirini qaytishiga. Oxirgi marramiz 1 gilam borasiz. Qo'sh gilam 100,000 so'm yuqori marramizga chopasiz. Alixondan Ruslan polvondan oxirgi marramiz ustiga yana 500,000 so'm solim keldi. Mehmet Faram Nosirjon Hojidan ham $100 bo'ldi. Qani polvonlar harakatingizni qilaverasiz. Qani bugungi uloq ko'pkarimiz yakun oxir. 1 gilam borasiz. Qo'sh gilam $100 Mehmet Faram Nosirjon Hojidan yana 800,000 so'm. Mana ichki ishlar xodimi oxirida qo'ymayapti bizni. Qo'qon Uchko'pirlik Omonjon Olim Hoji aka bo'lmish. Kaminterdan Olim Hoji akaning yangi nefriti. Kaminterdan Olimjon Hoji akamizning yangi nefriti nomli oti bilan omadlarini bersin. Ikromjon Qora akamiz pastki marramizga 1 gilam solim berasiz. Qo'qon bo'yida Kaminterinda polvoni 1 gilam solim bering. Oxiri emas ekan. Mana to'y mashinalar ketyapti. Menam nima qilayin endi? Alloh bersin, amin. Allohu akbar. Sovrin tugagan bo'lsa oxirin Ikrom Qora akamiz, Kaminterin Olimjon Hoji akamizning yangi nefret nomli oti bilan omadlarini bersin. 1 gilam solimga tashladi. Marralari qo'llab bo'lsin. Biz oxirini e'lon qildik. Oxirini chopilyapti. Oxirini e'lon qilganmiz. Oxirgi marramizga 2 gilam $100. Yana bu yerda qancha pul? 800,000 so'm pul bor. Oxirgi marramiz chopildi. Endi ichki ishlar xodimlarini ham bo'ysunaylik. Qonun ustuvor davlatda yashayapmizmi? Qonunga bo'ysunamiz. Akalarimiz 800,000 so'm. Boyu qolgan bolajonning dadasining ismi nima? Birlashgandan Obidxon aka farzandingizni olib keting. Qochinglar, endi boshqa narsalarga o'rin yo'q. Qani yuqori marramizga taka borib tushgan bo'lsa oxirini e'lon qilganmiz.
tushgan bo'lsa, bunda takani olib kelavergan. Takani kim tashlagan? Bo'ldi. Bo'ldi, tashlang, lochin tashla. Bo'ldi, takani tashla. Bugungi ulug' ko'pkarimiz mutlaq g'olib chempioni Qurronbek polvon, To'raqo'rg'o, Asl choyxona Muhammadjon hoji akamizning apelsin nomli oti bilan mana Medimet Farim Nasirbekdan $100 ustiga mana shu akalarimiz xo'p kimlar edi? 8000 so'm puli. Oxiri baqatagan muziqoriga. 2 gilam solimni ham beringlar. 2 gilam solimni ham beringlar. Bugungi ulug' ko'pkarimiz mutlaq g'olib chempioni Qurronbek polvon, To'raqo'rg'o, Asl choyxona Muhammadjon hoji akamizning apelsin nomli oti bilan tashladi. Marralari qo'lga bo'lsin, omadlarini bersin. Qanaqasini qilib qo'yish kerak? Ichki ishlar divizionni o'chirib qo'yaman dedi. Oxiriga iltimos qildim, oxirini toptirib olaylik deb.